Andijonimizdagi eng chiroyli va ixcham bo'lgan Asaka filiallarimiz. O'zingizlar ko'rib turganinglardek bu yerda keng assortimentga ega. Eng asosiysi ko'zga tashlanib turadigan bu yerda siklajimizga alohida e'tibor berasizlar. Chunki bu yerda hamma temir profil mahsulotlarimiz qo'l mehnatida tayyorlangan. Bu yerda profillardan eng kichkinasi 1/1dan 15x15 razmerdagi barcha temir profillar mavjud. Kelib, ko'rib, tekshirib olsanglar bo'ladi. Bu yerdagi barcha temir mahsulotlarimiz sertifikatlangan, GOZ standart talablariga javob beradi. Misol uchun, mana bu profilimiz 4x4 razmerdagi 12 metrlik profil hisoblanadi. Bu yerda esa qo'shimcha o'zingizlar xohlagan razmerda profil topa olasizlar. Bunisi esa 4x2,5 razmerdagi profil. Barcha profil mahsulotlari bor. Menga temir list kerak degan akalarimiz uchun bu yerdagi listimiz esa 1,5 ga 6 lik hisoblanadi. Ya'ni stenasi ham 6. Bu yerdagi ko'rib turganinglardek keng assortiment listlarimiz bor. O'zingizlar xohlagan razmerda stenasiga qarab tanlab olsanglar bo'ladi. Bu yerdagi eng kichkina listimiz esa 1/2 razmerdagi stenasi 1 hisoblanadi. O'zingizlar ko'rib turgan ideal holatda hech qanaqangi aldov yoki boshqa narsalar ham bo'lmaydi. Kelib ko'rib tanlasanglar bo'ladi. Shunchasiga bu yerda temir gullar do'konimiz ham mavjud. O'zingizlar ko'rganinglardek keng assortiment va zamonaviy temir gullarimiz mavjud. O'zingizlar ko'rib, baho berib, tanlab olishinglar mumkin bo'ladigan holatda. Alaykum assalom. Temir gullar haqida biroz ma'lumot bera olasizmi? Albatta. Bu yerda barcha turdagi baryer va so'rtak gullarimiz bor. Ular misol baryer uchun har xil istalgan razmerdagilari bor. Qo'shimchasiga bu yerda mayda tunuka gullarimiz ham bor. Bularni usta akalarimiz juda yaxshi tushunishadi. Ko'rishinglar mumkin. Bundan tashqari yangi chiqqan high-tech fasondagi bunaqa gullarimiz ham bor. Bu shakldagilari ham bor. Ko'rishinglar mumkin. Tepada burchak gullarimiz ham bor. So'rtaylar, naveslar, kazirovlar. Bu shakldagi eski gullarimiz ham bor. Eng oxirgi chiqqan lazer fasondagi listdan o'yilgan lazer gullarimiz ham bor. Ko'rishinglar mumkin. Istalgan razmerda, istalgan yangi fasonda. Eng oxirgi fasonlarida. Misol uchun shunisidan bor, milliy gul. Eng ko'p ketadigan assortimentlarimizdan biri. Baryerlar uchun listdan shtampovni tunuka gullarimiz ham bor. Keyin so'rilarimiz uchun tayyor lazer gullarimiz ham bor. Va bundan tashqari robotlar uchun, darvozalar uchun listlarimiz ham bor. Eng oxirgi fasondagi high-tech fasonlari, Dubai fason deyshadi, tvarchi akalarimiz, shkalat, taraq fasonlilari bor. Undan tashqari mayda taraqlilari bor va tekis listlar uchun karnizlarimiz ham bor. Undan tashqari so'rtaylarimiz uchun shu shakldagi tumbalarimiz ham bor. Ko'rishinglar mumkin. Eng oxirgi chiqqan fasondagilari ham bor. Shu ko'rsatgan gullarimdan sizlarga baryer yasab beraman, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar.